faqat shahar emas, bu nafas olayotgan havoyimiz. Har kuni 1 milliondan ortiq mashina harakatda. Har biri nafasimizdan bir qismini o'g'irlaydi. Havoga ko'tarilayotgan har bir tutun biz sezmaydigan, lekin tanamizga kirib borayotgan xavf. Farzandlarimiz pok havo emas, chang va zahardan nafas olishga majbur bo'lmoqda. Toshkent 2025-yilda dunyodagi eng iflos havo bilan top 3 ta shahar qatoriga kirdi. Lekin bu yakun emas. Bu uyg'onish uchun signal. Har birimiz o'zgartira olamiz. Bir niqob vaqtinchalik himoya, bir daraxt uzoq muddatli nafas. Toshkentni biz tozalaymiz. Nafas olish huquq, uni himoya qilish esa burchdir. Bu